Bugun 3 kun minishimiz. Bichimni qarayni. Xudo xohlasa 10-15 kunda chiroyli Arab otlariga o'xshatdim. Otga ham juda qattiq urar ekan, otga ham. Borishlari ham zo'r. Yurak butun. Bu otni zada qilib qo'ydik o'zi. Assalomu alaykum, biz Ot Uzubi kanalimizni kuzatuvchilari, podpischilari. Akalar, xudo xolasa men bugun Parkent tumaniga kelganman. Ekranda ko'rinib turgan bir Jiron Qashqa juda ham tez bo'lgan ot sotuvga qo'yilyapti ekan. Shu otni bugun ma'lumotini olamiz. Otni ustida otning egalari Farhod aka, shu otni tarbiya qilgan, uloqda chopib yurgan akamiz. Uloqda chopgan videolarigacha bor ekan. Ot o'zi mana hozir video olamiz deyapmiz, o'rnida turmayapti. Farhod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Abdulaziz aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Kelib qoldingizmi? Salomatmisiz? Xush kelibsiz aka mahallaga. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, ot nastart turar ekan-a? Xudo xolasa aka, ot ustiga chiqsangiz Qo'yib yubordi joyida ekan. tura olmaydi. Xo'p, zotida danchagi qoni bormi? Danchak, menimcha danchak aka qonida. Danchagi svetida bo'lib turibdi, kallalari ham qarang danchakka o'xshab ketar ekanda. Lekin bichim arabda, arab bilan shu danchagiga nimasidir borda bunda. Siz o'zingizda aniq ma'lumot bormi? Bizda zot haqida aniq ma'lumot yo'q, lekin danchak. Danchagi qoni Menimcha ko'proq. danchak. Xudo xohlasa. Buni yaxshi ko'rib boqqan ekansiz-a, yolni ham qarang mana aka. Ha, aka bo'yni ham o'zi xudo xohlasa. Shu holatida ot sovugan. Sovugan tayyor aka. 2 oydan beri chopyapti, 2 oydan beri. 2 oydan beri chopyapti, yol qaytmadi hali. Yo'q, mana aka, o'zingiz ham ko'ravering mana yollariga, bo'yinlari. Gap yo'q. Xo'p, akalar, o'zim ham bir 10-15 kundan beri ot syomka qilmay qo'ydim. Xudo xolasa bugun sizlarga mana shu 10-15 kunlik tanaffusdagi zo'r otni bugun ma'lumotini olamiz. Ot menga yoqdi, uloqlarini ko'rdim. Montajga qo'shib ketish kerak bo'lsa qo'shib ketaman. Bo'yi shu 1.60 plus minus nari berisi bor. Bo'yi qancha chiqib qoladi Farhod aka? 55 chiqib qoladi aka, 1.55 yaqin. O'lchamaganmiz lekin. Plus ha? 55 plus ekan. Bu voha tomonga dod berkan-a? Aka, xudo xolasa Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Urga yakka chopadigan joylarga aka. Yakkaga. Kirishi, takada turishi, taka tekkan ekan o'zi qattiq qochadi. Chiqib ketishi ham zo'r. Mahkam bo'lishi kerak bo'ladi. Orqaga qanaqa? Orqaga ishlatdingmi? Orqaga aka mana shu gavdaga 50 ta ot aylansa oldiga ham ishlaydi aka. Oldi, orqa yakka, xudo xolasa 100% aka ulog'i. U orqaga qaytmaydi. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Xarakterlari qanaqa? Xarakteri yuvosh aka qaraganda. Oxirida. Oxirida o'zim ayolim qaraydi uyda. Paypoq boylaganda, taraganda, qashlaganda yuvosh. Ustiga chiqsangiz ot 180 gradusga o'zgaradi. Jonivor ko'z tegmasin. Xudo xohlasa ot narsa ekan. Og'zi yumshoqmi aka chopganda? Og'zi yumshoq aka. Polonga yumshoq. Bir qaysi tomonga qo'yib yuborsa bo'ladi? Ha, qo'yavering. Bitta qo'yib yuboringchi. Gazini ko'ramiz. Yetishini qarang. Daxanalarni eshitamiz hozir kelsa. Ot tez ekan. Otga mana shunaqa adirli bo'lsa, sovutishga juda zo'r. Oldi muskullari zo'r chiqadi mana shunaqa adirlida. Daxanalarni eshityapsizlar, daxanalari ham zo'r ekan. Farhod aka, daxanasi ham zo'r ekan-a? Aka, ot qizib qoldi, endi joyida turmaydi. Endi joyida turmaydi. Qattiq ketadi otlarga. Xo'p, laqabini nima deb choptirgansiz? Aka, krasavchik laqabi. Laqabi krasavchik a? Xudo xolasa bu yilgi sezonga 8 to'liqqa chiqqan bo'lsa, 6 to'liqda marra qildi. 6 ta sovrini bor o'zi. 2 to'liqda polon bormagan uchun choptirmadik. Ha. Yengil aylantirib keldi. Borgan joydan quruq qaytmadi. Yo'q aka, xudo xolasa jiloqlari ham zo'r ekan. Ha, kelgan ekan. Aka, ulog'iga garantiya beramiz. Xudo xolasa aka, ulog'i 100%. Sog'ligi, Yeb ichishi, sog'ligi.
Tanijoni sog'. Xudo Bebisi xohlasa zo'r. kelishsa shu yerda libo uloqqa har kuni ko'p Xudo kelgan xohlasa har kuni. solib ko'rib olishaveradi. Xohlasa ko'rib oladi uloq. Polvon bilan Garantiyasi bilan. kelasizlar. Otga tushungan odam uloqqa ham solish shart emas. Ulog'i haqiqatan dadil ekan, ot bilan turibdi. Yoshini aytdikmi aka, yoshini? Yosh aka 9 dan 10 ga qarab ketyapti. Ha, Bahorda 9 dan 10. 10 ga qarab ketyapti. Bahorda Yoshini 10 so'raman. yosh, Xudo xohlasa. Yoshi 9 dan 10 ga ketayotgan krassavchi laqabli otimiz sotiladi. Zotida danchagi qoni bor. Aka ot charchamaydi. Charchamaydi. Kechgacha chopiladi ot, Xudo xohlasa. Hmm. Oldi, orqa, yakka umuman zadniy bo'lish, tepib tishlashdan muammosi yo'q aka. Yuvoshliklari ham yuvosh. Endi Ha. bitta qolayotgan narsa narxida gap qolyapti aka. Aka narxini otni o'ziga qarab, mehnatiga qarab qo'yamiz. 5500 deymiz. 5,5 ming. 5,5 ming. Ozgina kam bor aka. Ozmoz kelishadigan joyi bo'ladi. Shu kunlarda ham savdo bo'lib turibdi, faqat ozgina kelisha olmay turibmiz. Ha, shablonga chiqishmadi. Ha, Qashqadaryoga. Hmm. Xudo xohlasa aka, bu Voha, Vodiy, Qashqadaryo, Surxondaryo xohlagan joyingizga tushadi. Xohlagan joyingizga borib savolab, otdan uyalish yo'q, Xudo xohlasa. Bo'ldi. Akalar ko'rdingmi? Ekranda Farhod akam nomerlari bo'ladi. O'zingiz otga solib ko'rsatib qo'yadi bizga. O'zlarining krassavchi degan otlari bor. Otga yurishlarini ham xohlasangiz ko'rasiz. Bo'ladimi? Bu taraf qo'yib olay o'qisa. Aybek turmi? Buni boshiga qo'yamizda. Ha, otga solavering. To'xtab turing, to'xtab turing. Ham bichim formalari kelgan ekan. Qirg'izistonda buni nima deb qo'yadi? Qorager deb qo'yadimi? Qarager deb qo'yadi. Tabrovlari ham bor ekan, ye tabrovlar. Otga yaxshi qarab xot qilingan ekan. Aka, buni nima deymiz? Buni ham sotuv, masalan, narxsiz sotilaveradimi? Narx kelsa bu ham sotiladi aka. Bu ham tarbiyalab qo'ydik mana. Otga yurishlari-yu, Xarakterlari yaxshi. xarakterlari yuvosh. Qorager. Kimga agar mana shunaqa svetda ot kerak Hali bola aka. Bugun 3 kun minishimiz. bichimni qaraymi? Xudo xohlasa Telefon 10-15 kunda chiroyli tarbiyalab qo'ysa, uloqqa tarbiyalab bitta otni polvonni xursand qiladi aka. Hisob, telefon nomeri bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar.